Ismatilla o'tiring dedi. Yonida endi. Ha, mashhur. O'tkazing. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, barchangizdan o'z o'rinlaringizni egallab o'tirishlaringizni so'rar edik. Bugungi yubiley tadbirimizni boshlash arafasidamiz. Hammalarga assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli ustozlar, hurmatli institutimiz xodimlari. Bugun endi bir ajoyib kun ekan. Shu bugun mana texnika fanlari doktori, professor, institutimizning bosh ilmiy xodimi Ismatilla Xo'jayevni 75 yillik yoshini nishonlash uchun yig'ilganmiz. Mana shu bugun 1-iyun kuni tug'ilgan ekanlar. Shuning uchun hammasi nima deydi? Original shuni nishonlashga yig'ilganmiz. Endi hozir birinchidan men sizlarga qisqacha o'tiring, siz o'tirib turavering. Yetib bermoqchiman. Endi Ismatillani hammanglar yaxshi bilasizlar. Mana shu mexanika, suyuqlik va gaz mexanikasi sohasida institutimizda eng yetakchi, eng kuchli olimlarimiz, ne только institutimizda, respublikamizda desak ham bo'ladi. Faqat respublika emas, SNG, dunyo miqyosida ham devramiz endi hech kim shata demagandan keyin. Ya'ni shuning uchun mana juda ham katta olim. Endi ular to'g'risida qisqacha gapiradigan bo'lsak, mana Ismatilla Xo'jayev 1951-yilda Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida ziyoli oilasida tug'ilgan. 67-yilda Buxoro davlat pedagogika institutining matematika ixtisosligi bo'yicha kirib 67-yilda, 71-yilda muvaffaqiyatli shuni tugatgan. Buxoro pedagogika instituti hozir Buxoro davlat universiteti bo'ldi. Undan tashqari demak shu mehnat faoliyatida 71-yili kelib o'sha Fanlar akademiyasining paytida NPO kibernetiki edi. O'sha yerda mehnat faoliyatini boshlagan injener lavozimida 72-73-yillarda endi u paytda armiyaga olinar edi. O'sha armiyaga chaqirilgan, Sovet armiyasida 2 yil xizmat qilgan. Armiyani bitirib kelgandan keyin 73-yildan boshlab mexanika institutida ishlay boshlagan. Endi mexanika institutida shu mana har xil lavozimlarda ishlab, oldin injener, katta injener bo'lgan, keyin 77-yillarda kichik ilmiy xodim bo'lgan va 77-yildan 80-yilgacha mexanika institutida aspiranturada o'qigan. Aspiranturada o'qish davomida keyin 85-yilda shu suyuqlik gaz mexanikasi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini bu paytda esinglarda bo'lsa, institutimizda Farhod aka Aliyev degan domlamiz bo'lar edi. Shularning rahbarligida yo'qlagan. Ya'ni juda ham kuchli nimalardan institutimizning xodimlaridan edi. Keyin shu ba'zi bir sabablarga ko'ra Andijonga ketib qoldilar. Hozir endi ancha hayotlar, sog'liqlari tufayli bu yig'ilishda qatnashga kela olmadilar. Undan keyin mana 85-yil nomzodlik dissertatsiyasini yo'qlab, Ismatilla 86-yildan shu institutimizda ishlashni boshlagan, katta ilmiy xodim bo'lib, 13-yildan yetakchi ilmiy xodim bo'lib ishladi va 90-yilda suyuqlik va gaz mexanikasi ixtisosligi bo'yicha katta ilmiy xodim bo'lgan. 2009-yilda doktorlik dissertatsiyasini yo'qladi. Shu institutimizda mana shu suyuqlik va gaz mexanikasi ixtisosligi bo'yicha ilmiy rahbari endi doktorlik dissertatsiyasida rahmatli texnika fanlari doktori, professor Rahmatilla aka Sadullayev bo'lganlar, o'shalarning rahbarligida yo'qladi. Endi 20-yilda unga shu ixtisoslik bo'yicha professor ilmiy darajasi, ilmiy unvoni berildi va 17-yilda shu institutda laboratoriya 2017-yilda boshlab laboratoriya mudiri bo'lib ishlab keldi. Endi umuman Ismatilla tomonidan shu davr davomida 400 ga yaqin ilmiy ishlar e'lon qilingan. Shu 400 ga yaqindan 200 tachasi fan doktorskiy dissertatsiya himoyasidan keyin.
shu 200 ta shu umuman shu ilmiy ishlarning ichida 10 ta monografiya, 90 ta ilmiy maqolalar jurnallarda, shulardan 50 tasi o'sha Scopus Web of Science bazasiga kiritilgan jurnallarda maqolalar e'lon qilgan. Bitta fan doktori tayyorlagan va 10 ta fan nomzodi tayyorlagan. Hozirgi kunda, hozir shu paytda mana institutimizda bosh ilmiy xodim bo'lib ishlayaptilar. 4 ta falsafa doktoriga ilmiy rahbar va 3 ta Doctor of Science doktoranturada o'qiyotganlarga ilmiy rahbar bo'lib ishlayapti. Endi bularni misol uchun Ismatillani mexanika shu fyuli va gaz mexanikasiga qo'shgan hissalari juda ham katta. Buning to'g'risida endi ko'p gapirish mumkin. Buni ko'pchilik o'zingizlar ham bilasizlar. Endi juda ham ishiga, o'ziga, institutga juda ham bir sadoqatli olim. Mana 75 yillikka kirgan bo'lsa, endi bu hali bunaqa katta o'zirish emas. O'ylaymizki, kelajakda ham mana shu ishlarni albatta davom ettiradi deb. Eng asosiy narsa bu yerda shundan iboratki, mana shu yo'nalish fyuli va gaz mexanikasi yo'nalishi taqdir taqozosi bilan grant sistemasida ishlayotgan paytimizda bizning institut yo'q bo'lib ketdi. Shu yo'nalishdan grant ololmay qoldik o'z vaqtida institutda. Rahmatli endi bu yo'nalishda eng boshida mana Jorilla Fayzullayevich, mana domla Ismoilov, mana yerda keyin mana boshqa juda ham ko'p olimlar bor edi, Olim aka, Anvar aka, mana shu endi yo'nalishda juda ham ko'p odamlar bo'ldi, ko'p o'tib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Lekin shu yo'nalish sekin-sekin haliga oxirida borib to'xtab qolgan edi. Lekin endi shu yo'nalishimizga mana keyinchalik Anvar Abdullayevich, mana Zafar olib keldilar. Zafar keldi, doktorskiy yo'qladi. Ismatillar mana bu yerda bor edi, bular yo'qladi. Shular ikkalasi birgalikda shu maktab institutimizda qayta tiklandi. Hozirgi kunda institutimizda eng asosiy, masalan, bundoq boshqacha aytganda, muvaffaqiyatli ishlayotgan eng haligi kuchli yo'nalishlardan bittasiga aylantirildi. Hozirgi kunda mana Zafar laboratoriyaga mudir, shu laboratoriyaga Ismatilla ham shu laboratoriyada, shu laboratoriyada hozir 4 ta 5 ta fan doktori ishlaydi. Va endi buni laboratoriyani 2 qismga bo'lmoqchi ham bo'lib kechagida harakat qildik, lekin bo'lib bo'lmadi. Sababi aerodinamika va gidrodinamika qilib ikkitaga ajratamiz desak, bular har biri ham aerodinamik, ham gidrodinamik. Shunaqa qilib almashish iloji bo'lmadi. Mana birga ishlashyapti. Endi kelajakda yana perspektivada bor. Bularning laboratoriyasining o'zida mana 2 ta 3 ta tayyor mana shu ishlanmalar bor. Ishlab chiqarishga, joriy qilishga tayyor turgan. Undan tashqari bular har yili mana institutimizda eng oldinda bo'lib, Q1, Q2 jurnallarda har yili 5 ta, 6 ta, 7 talab maqolalar chiqarishadi. Hamma bularni laboratoriyasidagi PhD doktorantlar ham, Doctor of Science'lar ham hammasi vaqtidan oldin himoya qiladi. Umuman olganda bizning institutimizda eng mana shu образцово-показательный laboratoriya. Shuning uchun bu ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta mana Ismatillani instituti nomidan, shu butun jamoamizning nomidan birinchi bo'lib shu o'zim tabriklayman. Mana mamlakatga kitob chiqarilgan. Eng men bitta narsa shuki, men aytmoqchiman, mana mashina, mana o'quvchilari, Ismatillaning o'quvchilari o'zlari tayyorlab, o'zlari qilib, mana shu kitob chiqarildi. Mana qo'lingizda ham turibdi, hammanglar ko'rasizlar. Men shuning uchun mana bu kitob bilan hammanglar tanishib chiqasizlar. Endi institutdan, institut nomidan mana 75 yillikka biz endi adres tayyorlaganmiz. Adresga mana institut xodimlari ko'pchiligi qo'l qo'ygan. Bu yerda endi juda ham ajoyib fikrlar yozilgan. Men bularni o'qib o'tirmayman. Mana adres, mana endi Ismatilla nima kerak? Endi men bu sizga Zafar Ismatillaga institut nomidan endi tabriklaymiz.
o'zi Ismatillaga bu anaqaga zamas edi, lekin shu o'quvchilari hammasi juda ham qo'ymasdan endi buni o'tkazamiz deyapti. Juda ham yozilganlar ko'p. Shuning uchun endi hozir bir chekkadan shularga so'z beramiz. Keyingi so'z O'zbekiston mexanika jamiyati bor. O'zingizlar bilasizlar, O'zbekiston mexaniklar jamiyati. Shu mexaniklar jamiyatimizning raisi akademik Mirziyod Mirsayevichga, Botir aka, mana so'z sizga. Mana u mikrofonga borib gapiraverasiz. Assalomu alaykum. Bugungi yig'ilishda qatnashayotgan hamma do'stlar, o'rtoqlar. Assalomu alaykum Ismatilla. Ismatilla Xo'shayevich, men sizni 73-yildan beri taniyman. Qanaqa mehnat qilganingizni hammasidan xabardorman. Chunki ba'zi bir o'xshatishlar qilsam xafa bo'lmaysiz. Bitta narsani aytishim mumkinki, siz shu davr ichida chumoliday mehnat qildingiz. Nimaga erishgan bo'lsangiz, shu mehnatingiz orqasidan erishdingiz. Endi aytishadiki, ilmiy ish bilan shug'ullanish bu ninaman quduq qazish deydi. Haqiqatdan ninaman quduq qazishi bu sizga to'g'ri keladigan bu o'xshatish bo'ladi deb o'ylayman. Qancha yutuqlarga erishdingiz, qarang, martabalarga erishdingiz, hurmatlarga erishdingiz, hamma sizni hurmat qiladi. Faqat institut mexanikada emas, O'zbekistonda, boshqa SNG davlatlarida. Shuning uchun men aytmoqchimanki, qanaqa shu davr ichida qanaqa qiynalganlaringizdan ham xorim bor. Uy joysiz, moddiy ta'minot yetarli bo'lmagan davrlarni hammamiz birga ko'rganmiz, birga o'tkazganmiz. Shuning uchun sizni mexaniklar jamiyati nomidan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr, baxtli hayot, farzandlaringizning rohatini ko'rib, ko'p yillar yashang. Biz sizni 80 yilligingizda, 90 yilligingizda, 100 yilligingizda ham tabriklash bizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mexaniklar jamiyati nomidan. Bu Mirjot, mana uni nima qilaylik, ha? Nimasi yo'qmi? bu mexaniklar jamiyati nomidan. Mexaniklar jamiyati nomidan. Ana Muzaffar ikki fotografiya olib keling. Ya qochib kirma, kirish. Bu sharaf o'zim ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa, mehmonlar, kasb-kasabalar. Darhaqiqat menga hozir shunaqa topshiriq berildi. Bu nimaga Ismatillaga mexaniklar jamiyati a'zosi bo'lgan munosabat bilan bu kishi guvohnoma hamda haliga nishga nimasi berilamiz. Undan tashqari mana bizlar znachoq ham tayyorlaganmiz. Men o'ylayman, Ismatilla bu sizga anchagina yana ma'lum darajada mas'uliyat yuklaydi, chunki mexanika fani rivojiga, uni obro'sini, nimasini ochishga o'tishsangiz qo'shasiz deb o'ylaymiz, chunki sizda juda katta tajriba bor. Ko'p mexaniklarni bilasiz, mexanik sohasida juda kuchli mutaxassissiz, shuning uchun sizda katta imkoniyat bor. Buning uchun ruxsat bersangiz, men shuni bu kishiga birinchi bo'lib bunga berilyapti. Avtobus tekin ha. Burg'ulash, yonma sohasida ham oddiy birga kengashadi.
Birinchi bo'lib sizga berdi. Endi buni topshiring. Keyingi so'z mana shu institutimizni suyuqlik va gaz mexanikasi laboratoriyasining mudiri, texnika fanlari doktori, professor Malikov Zafar Mamatqulovich. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana bugun ajoyib kunda yig'ildik. Yuqorida haqiqatan Ismat aka to'g'risida juda ham yaxshi ta'rif berishdi. Men shu narsa bo'yicha ozgina to'xtalib o'tmoqchi edim. Mirzo aka aytdiki, haqiqatan ham nimaga erishgan bo'lsa ham haqiqatan ham mehnat bilan bo'ldi deb. Men o'ylayman, Ismat aka bilan непосредственно ishlab shu ichki dunyolarni mana shu eng yaxshi biladigan menimcha men bo'lsam kerak. Chunki men shu 91-yil razol bo'lgandan keyin shu 91-yil men dekabrda kelganman va o'shanda Ismat aka bilan tanishganman. O'sha paytda eski territoriyamiz bor edi. Men nima deyman, haqiqatan ham mana shu gap to'g'ri. Agar ilmiy odamlarning ichida eng mehnatkash odamlar kim deb mendan so'rashsa, men albatta mana shu Ismat akani ko'rsatgan bo'lardim. Sababi juda ham oddiy. Sababi ular oddiy qishloqning farzandlari Buxoro pedinstitutini bitirib ana shunaqa darajaga erishganlar. O'zlari aytib berganlar, men shu rus tilini armiyaga borib o'rganganman deb. Mana shu mexanikani, matematikani mana shu laboratoriyaga kelgandan keyin mana Bo'rovoyga bordilar, dada keyin Halmaka deganlar bor, ana o'shalar o'rgatishgan deb bilmayman. Bitta narsani men sezganman, o'rganishdan to'xtagan emas. Hozir ham o'rganib kelyaptilar mana. Oqibatlari mana chislanish metodlarini juda ham mukammal o'rganib olganlarni bilmayman. Ana shuning uchun ham mana shogirdlari borgan sari ko'payyapti. Men bitta misol qo'yib aytaylik, mana shu yilning o'zida o'sha Q2 masalan jurnalda o'sha chop qilindi nima deyman, aytilyapti. Xudo xolasa chiqadi endi nima deyman. O'sha qabul qilindi, o'sha bu fakt nima deyman. Xullas aytmoqchimanki, muvaffaqiyatlari hammasi mana shu mehnat tufayli juda ham работоспособный, juda ham грамотный, yozuv chizuvi ham, matematikasi ham. Ana shuning uchun men o'ylayman, mana shu laboratoriyaning yutug'i shundan iboratki, ana shunaqa Ismat akaga o'xshagan insonlar borligida. Shuning uchun Ismat aka, men sizga mustahkam sog'lik tilamoqchiman. Men o'ylayman, hali 75 bu как раз endi aniga chiqqan payti o'zi. Xudo xolasa ko'p yillar siz bilan birgalikda ishlash nasib qilsin, deyman. Bunaqa yubileylarni ko'plarni ko'ring, 80 yilligini ham, 85ni ham, и так далее, mana shu 100 ga kiring deyman. Shogirdlaringiz ko'p bo'lsin. Endi nima deydi, o'zi ishlaydigan davr mana endi kelyapti, o'zi to'g'risini aytganda o'zi. Chunki e'tibor mana hozirni bo'lyapti, deyman. Lekin shunga qaramasdan talab ham kuchayyapti. Nima o'ylayman, siz bu talabga bemalol javob bera olasiz, deyman. Так что aytayapman, nima deyman, sizga o'xshagan insonlar juda kerak. Bitta Zaynusga emas, umuman o'zi respublika uchun. Shuning uchun eng muhimi sog' salomat bo'ling. Ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar. Men aminmanki, eng yaxshi hali dunyoga tanlangan ishlaringiz hali oldinda turibdi. Всего наилучшего deydi. Endi Ismat aka laboratoriya nomidan endi kiygizamizmi yoki shaka emasmi? O'zicha chaqani yozib Hay. Dur, o't. Laboratoriya o'tsin, Farhod.
Gelmeyle o değil. Laboratoriya emas, institutning boyligi. Bu ham siz yaxshi bo'ladi. Yo'q, yaxshi. Gul kelinga sizga. Ha, albatta. Senga qarang. Mana bizga yaxshi bilan bitta narsa borki, bizning institutimiz shu Toshkent davlat universitetiga hozir mana O'zbekiston Milliy universiteti mana shu universitet bilan chambarchas bog'liq. Endi albatta o'z vaqtida universitetda mexanika matematika fakulteti edi, yarmi mexaniklar edi. Endi hozir endi shu taqdir taqozosi bilan sekin-sekin hozir endi matematika fakulteti bo'lib ketdi. Mexanikadan bitta kafedra qoldi, mana bu yerda o'tiribdi Akromjon. Lekin endi baribir ham bundan buyog'iga shu universitet bilan aloqa mustahkamlanyapti. Mana bizda mana ba'zi bir shu laboratoriya xodimlari yerda borib dars berishyapti, ulardan kelyapti bizga o'zaro shartnomalarimiz bor yordam to'g'risida. Chunki bizni baribir keladigan yunus mexanikani bazasi kadrlar bo'yicha bazasi universitet. Endi bir paytlar oldingi paytlarda texnik vuzlardan ham ko'p kelar edi. Hozir ham bu bor-ku, lekin baribir asosiy bazamiz universitet bo'lib qoladi. Shu munosabat bilan mana universitetdan juda ham ko'p mana Mirsayt aka boshchiligida professorlar kelgan. Hozir so'zni universitetdan mana Mirsayt aka Orif Mirsayt akaga, Obidjon Zikirov komanda chiqaversin universitetdan kelganlar. Ahmedov Akrom Burxonovich professor, Zokirov Asqar Halilovich, Anvar Vasilyevich Qobulov shu yerda mana keyin yana Asqatjon Po'latov. Hammasi shu yerda mana. Yana kim qolgan bo'lsa, deta yozilmagan chiqaveringlar. Komandamiz zo'r. Universitetga so'z. Zborniy komanda kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Sizlarni mana shu kulib turganinglarni ko'rib men juda xursandman. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bahonada yig'ilib qoldik, kam uchrashamiz. Mana Karim akam o'zlarining so'zlarini boshlarida juda yaxshi fikrlarni aytdilar. Mana xususan hozir universitet bilan mexanika instituti orasidagi bog'liqlik, o'zaro hamkorlik to'g'risida gapirdilar. Albatta biz uchun bu quvonchli. Lekin bugun eng quvonchlisi mana bu yerda turgan Ismat akam bo'ladilar. Ismat akam haligi boya aytildi, juda ko'pchilikni bog'laydigan bir shaxs. Xususan bizani kengashimizda ham, seminarlarimizda ham doimiy a'zo bo'lib, o'zlarining yaxshi fikrlarini aytadilar. Haligi kovlash ma'nosida emas, yaxshi savol shunday beriladiki, uni kelajagi bo'ladi. Mana shunaqa ishlaringiz juda ko'p. Siz o'zingiz sezmaysiz, lekin o'rganib qolgansiz. Shunga sizga rahmat deymiz. Men paytdan foydalanib yana bitta narsani boshida aytmoqchi edim, esimdan chiqibdi. Mexanika institutida hozir ko'rdimda maza qildim. Karim aka, sizga rahmat. Bu o'zi bo'lgan emas. Buni tashkil qilish, sharoit yaratib berish prezidentimizning albatta tashabbuslari yordamida albatta bu sohaga juda katta e'tibor beradi. Mana hozir ham sizlar haligi perspektiv yo'nalishlarga kiritildinglar. Yangi bo'layotgan vaqtda ham shunaqa vaqtda ham sizga katta rahmat. Xodimlarga men shu joydan foydalanib ko'plab Ismatlarga o'xshab fan doktorlari, fan nomzodlarini chiqarish nasib etsin. Endi Ismat akam yana bir maqtaydigan joyimiz bor. Shuncha ishlarni qilib qo'yadilar-da, haligi jim yuradilar. Maqtanishim men harfini ham bilmaydilar. Umuman kamtarlik, insonga xos, ajoyib hamma xususiyatlar domlamizda bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bizada ko'pchilik mana psixologik komanda Akromdan boshlab dekanimiz kelgan mana Zafar
dekan fakultet nomidan, hammamiz universitet nomidan ham kelganmiz aslida. Dekanidan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi mana bu katta tadbirda qatnashayotganimdan behad xursandman. Bu tadbirning sababchisi mana ustoz olim Ismatilla akam bo'ladilar. Sizni mana shu yubiley yoshingiz bilan tabriklaymiz. Sizga sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, respublikamizda mana shu ilm fani ravnaqiga qo'shayotgan mehnatlaringizni rohatini ko'rib yuring. Shogirdlar juda ham ko'p bo'lsin. Siz shogirdlaringiz juda ko'pini taniymiz, birga ishlaymiz, hamkorlik qilamiz. O'zingiz bilan bevosita hamkorligimiz bor. Sizdan juda ko'p narsalardan maslahat olganmiz, kam bo'lmaganmiz. Sizga katta rahmat. Keyingi yubileylaringizda ham mana shuna ishtirok etib, sizni tabriklab yurish bizga ham yoshlarga nasib qilsin. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismatilla aka, 70-yillar men eslayman-da, yosh молодой ученыйlar bo'lib, hammamiz birga bo'lib ilmlarni boshlaganmiz katta ustozlar boshchiligida. Domla O'razboyev, Domla Qobulov va boshqa bilasiz hammasini. Birgalashib muhokama qilardik masalalarni. Birgalashib shaxmat o'ynardik, birgalashib futbol o'ynardik nima qilib. Mana bir zumda 70 yil o'tib ketar ekan, 75 yoshga mana chiqib turibsiz. Bu degan so'zki, bir zumni o'zida mana shuncha diplomlarni oldingiz, fan doktorisiz, katta maktabingiz bor. Ilm cho'qqilariga hali yetib kelganingiz yo'q, ilm devonida turibsiz lekin. Men o'ylaymanki, devondan cho'qqilarga chiqing, chunki 75 yoshlarda men bilaman Tojmat akam himoya qilganlar. Boshqalar 70 yoshda himoya qilishgan. Ya'ni aytamanki, bu umuman olganda bir ilm devoni bo'lib hisoblanadi. Ilm cho'qqilari hali oldingizda turibdi. Sog' salomat bo'ling, oilaviy salomat bo'lib, shu cho'qqilarga erishing iltimos. Assalomu alaykum. Karim aka, rahmat siz bergansiz shunday davrada. Avvalambor Karim aka boyagi mexanika haqidagi aytgan fikrlaringiz biz uchun bir xursandchilik. Men o'ylayman, biz hamma vaqt mexanika institutiga o'zimiz akademiklarimizga suyanib ish olib boramiz, ishlarni ishonchini qozonishga harakat qilamiz. Mana bu yerda menda bitta anaqa bor edi, uzr, qisqagina o'qib beraman. Hurmatli Ismatilla Qo'shayevich, sizni zamonaviy o'zbek mexanika fanining xalqaro miqyosda e'tirof etilishi va nufuzining oshishi yo'lidagi ulkan ishlaringizni amalga oshirmoqdasiz. Sizning xorijiy hamkasblar bilan olib borgan faol ijodiy aloqalaringiz alohida ta'kidlash lozim. Bu demak, bizni fakultet nomidan dekanimiz kelishi kerak edi, kelmay qoldilar. Hamda matematika instituti jamiyatining raisi nomidan mana shu narsani sizga sovg'a sifatida berishga ruxsat berasiz. Buyursun. Assalomu alaykum. Men shuncha odam yig'ilganiga juda xursandman. Shu odam nomidan kelganinglar uchun shundan birga men bu odamni boshqacha ko'raman. Juda oliyjanob, juda ko'ngli keng va qo'lidan kelsa hammaga yordam beradigan inson. Men o'zim bir necha marta shuni tajribamda ko'rdim. Men bitta Xudodan so'ramoqchiman. Alloh panohida asrasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilik, xursandchilik ko'ring.
Rahmat katta sizga. Endi bu yog'i chaponizatsiya bo'ladi. Marhamat keling. Birgalashib keling. Endi Ismatilla yana bir institut bor. Mana shu Oldin Fanlar akademiyasi huzurida edi. Hozir endi boshqa vazirlikka o'tib ketdi. Bu o'sha Enpo kibernetikadan qolib qolgan institut raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti deyiladi. Normuhammad Sultanmi? Kim bor endi? Ha, Nomonjon. Bo'pti, mana u ham o'zimizni kadr-ku. Gulina anaqasi. Endi shu institut nomidan o'zingizga bo'lmasa so'z Nomonjon. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari, hurmatli Bu institutga katta hissasi qo'shgan bu. Da, albatta bu Xo'jayev bu kibernetika institutiga ham juda katta hissa qo'shgan. Aytaylik, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ilmiy tadqiqot institutiga ham juda katta xizmat qilgan. Endi baribir qanday bo'lishidan qat'iy nazar bizlar Xo'jayevni respublikamizdagi mexanika sohasidagi eng yutuq olimlardan biri deb hisoblaymiz. Har doim shunday qilgan. Lekin shunga qaramasdan u kibernetika sohasida ham, sun'iy intellekt sohasida ham qandaydir muvaffaqiyatlarga erishgan. Lekin asosiy muvaffaqiyatlari yuqorida aytganimdek mexanika sohasida. Endi Xo'jayev nafaqat olim, bu kishi endi juda yaxshi inson, juda yaxshi o'qituvchi, juda ko'p yigitlarni, qizlarni oliy o'quv yurtlariga tayyorlagan, konsultatsiya bergan yoki ilmiy ishlarida rahbar bo'lmasa ham o'zini mehnatini, xizmatini ayamasdan yo'l yo'riq ko'rsatgan. Shu jumladan bizning ustimizda ham ko'p yigitlar Xo'jayevni o'zini ustozi deb biladi. Shu ruxsatlaringiz bilan shu Xo'jayevni bugungi tantanali kuni bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. U kishiga sog' salomatlik, uzoq umr, kelgusi ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi mana institutimiz nomidan yurakdagi gaplarimizni yozib kelganmiz. Endi bularni yozib ko'p vaqtlaringizni olib o'tirmaymiz, chunki bu yerda hali bizdan boshqa ham chiquvchilar bor. Siz har doim mana shu bizga o'rnak bo'ling. Siz bilan bir vaqtda yashaganimizdan, bir vaqtda ishlayotganimizdan, eng asosiysi siz bilan bir vaqtda oliy o'quv yurtida o'qiganimizdan xursandman. Sog' salomat bo'ling do'stim. Bu institutda ham Ismatillani hissasi katta, doim ular bilan
Yerda mana vakil o'tiribdi. Sovet Ishonqulovich, Sovet aka so'z sizga. Oybek domla. Oybek sizam chiqavering bo'lmasa. Delegatsiya dedim-ku. Delegatsiyaga kirmaysizmi? Delegatsiya va Milliy tadqiqot universitetimiz. Kelavering endi o'tirasizmi? Yo'q, yo'q. Avvalo assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hurmatli majlis qatnashchilari, bu endi majlis men birinchidan juda xursand bo'lgan joyim institut rahbariyatiga juda katta bir insonni faoliyatini chiroyli qilib ko'rsatish va Oybek bilan hozir gaplashib o'tirdik. Bu juda ulug' ishda. Shuning uchun men mana shu institut rahbariyatiga, shu yerda tashkilotchilarga juda katta rahmat aytmoqchiman. Bu birinchi. Ikkinchidan endi Ismatullaga kelsak, Ismatulla Xo'jayev meni qadrdon og'aynim. Biz bir paytlar kandidatlik himoyamizni ham bir kunga to'g'rilab qo'yilgandi. Qaysidir sabab bilan bu kishi oldinga o'tib ketdim. Bu kishi nima bo'ldi? Bir oy oldinma-ketin himoya qilganmiz. Endi uchinchidan bu kishi oldin elementar matematika bilan shug'ullanib kelgandi. Juda kuchli elementar matematikadan juda kuchli spetsialist. Uni hech kim bilan taqqoslab bo'lmaydi. Shundan keyin birdan turbulentniy горение nima Jumayev Zoir aka, xudo rahmat, laboratoriyasiga o'tdilarda bular turbulentniy struya bilan shug'ullanishni boshladi. Biz struya bilan shug'ullanishni boshladik. Stroyniy tечение deydigan tечение bor, yaqinda nima himoya qildi. Va shu bilan shug'ullanishni boshladik. Men aytmoqchimanki, u kishi bilan biz juda birinchidan qadrdonmiz. Ikkinchidan nimamiz ham juda bir-birimizga sohamiz ham yaqin. Men Milliy universitetni tugatganman. Hozirgina aytildi, bu universitetimiz haqida juda katta gaplar bo'ldi. Shu bilan men ham faxrlanib yuraman o'sha institut talabasi bo'lganimdan. Bu universitet juda katta maqomga ega, juda ko'p narsani o'rgatar ekan. Shuning uchun Ismatulla Xo'jayev o'sha universitetdan kelib tabriklashdi, ustoz deyishdi. Demak, o'sha nimalardan ham bu kishining ilmi, bilimi yuqoriligini men ko'rib turibman. Bu odamman hamma sifatini hurmat qilaman. Ba'zi bir joylaridan o'rnak ham olaman. Ba'zi bir tushunmagan narsalarimni so'rayman, menga ustoz ham. Shuning uchun men bu kishiga uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelinimiz bilan qo'sha qarib yurishlarini iltimos qilaman. Xo'p, endi bir kichkina nima zamechani bugun Murod Odilovich Yoqubov degan yigit bilan kelayotgandik biz institutdan. U kishi mashhur yozuvchi Odil Yoqubov katta o'g'li. Nimada Andijonda nima bo'lib qopti, hozir telefonda menga aytdi, Oybek guvoh. Shuning uchun bu yerda yaxshi uchrasha olmadik biz. Birdan nima bo'lib qopti, Andijonga aka men ketyapman. Bizga nimamiz, sovg'a salomimiz o'sha yerda edi. O'sha mashinada ketib qopti. Endi iloji bo'lsa Ismatulla biz qariz chiroyli chopon, boya 20 ta chopon oldingiz sanab o'tirdim. 21-si bizniki. 21-sini biz beramiz. Bu endi 5-si Murod Odilovich ham telefonda aytdilar, men nomidan aka deydilar meni. Aka, men nomidan ham chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz. Men katta uzr so'rayman deb aytilgan ekan. Endi o'sha nimada Odil Yoqubovni 100 yillik nimasiga tayyorlab ko'rilayotgan ekan, shaqa bormasam bo'lmaydi. To'ng'ich o'g'il sifatida deb ketib qoldilar. Bu Murod Odilovich sizni tabrikladilar. Men nomimni tabriklab qo'ying. Endi men sizni bir quchoqlab, yaxshilab o'zim tabriklayman.
kishi mexanikadan chiqqanlar, lekin kishi tekstilda ishladilar, temir yo'lda ishladilar. Har safar orqalaridan izlab borganmiz. Hammalaringizga ham xuddi mana shunaqa domla bo'lishlaringizni tilayman. Rahmat, sizlarga rahmat. Salomat bo'ling. Endi keyingi so'z, endi yolg'on o'qib o'tirmayman endi. Delegatsiya, yetaklar endi shunda gidravlika va gidroinformatika samimilarni ta'minlashimizni Chernike fanlar doktor, professor Oroljonov Oybek Muhammadjonovich. Assalomu alaykum hurmatli bugungi anjuman ishtirokchilari. Birinchidan ustozlar va kasbdoshlar hammalaringizni ko'rib turgandan juda benihoya xursandman. Haqiqatdan ham mana Mirsaid akam bir chiroyli iborani aytdilar. Haqiqatdan institutni ko'rib zavqlansa bo'ladigan. Men ikkinchi zavqlanganim haqiqatdan mana shu dargohda yana qandaydir ruh paydo bo'lib, olimlarni ko'klarga ko'tarib bugun mana maqtayapmiz, arziydigan olimlarni maqtayapmiz. Endi men hozir Savet akam bilan birga chiqib bu yerda turishim mumkin edi, lekin meni bo'ynimda juda katta topshiriq bor. Biz haligi Ismat akamni, Ismatlar Xo'jayevich, bizning universitetimiz juda katta hurmat qiladilar. Universitetda bu kishini katta o'rinlari bor, chunki bizdagi hozir aytib o'tildi, bir necha kengashlar, seminarlarning a'zolari, bizda ham kadrlar tayyorlashda, suv xo'jaligida ham kadrlar tayyorlashda benihoya katta xizmat qilyaptilar. Shuning uchun mana bu yerda universitet tabrigi rektorimiz imzosi bilan shuning uchun mana shu missiyani men bugun alohida yetkazishim kerak edi. Shuning uchun men alohida chiqishimga to'g'ri keldi. Chunki hozir rasmga olib rektorga yuborish kerak. Aytishadi, bizni salom yetkazmabsan-ku bo'lmasa deyishadi. Shuning uchun men missiyani bajarishim kerak. Ana endi Ismat aka haqida gapiradigan bo'lsak, men Ismat akamni ro'parosa desam sal xato, 45 yildan beri bilaman. 45 yil men 81-yil universitet tugatib, oldin institutda universitet tugatib, Latifga shogird bo'lganimda Latifni seminarlarga qatnashardik. Ismat akam endi yosh navqiron yigit, Zoir akam bilan borib o'sha tekstil institutda Olim aka, Shohamidov ko'pchilik mana o'tib ketishdi. Bugun ko'pchiligini nomini aytishdi. Rahmatli aka Sa'dullayev borib o'sha yerda tekstil institutida, keyin irrigatsiya institutida seminarlarda qatnashardilar. O'sha paytda ham o'sha esimda adashmasam yonish nazariyasi, teoriya Gareniya bilan shug'ullanardingiz. Men nazarimda 45 yildan beri siz yonib kelyapsiz. 45 yildan beri yonib, ya'ni ilmni yoritib kelyapsiz, shamday yonib ilmni yoritib kelyapsiz. Haqiqatdan men sizga katta muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haligi amerikalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda odam 70 ga to'lganda ancha fikri to'lishib, 75 da juda ko'p masalalarni yechishga qurbi yetadigan bo'lib qolibdi. Demak, siz hozirgi paytda eng navqiron yoshingizdasiz. Ya'ni Hazrat Navoiyni bir ajoyib iboralar bor ekan. Kimki deydi olimga qilar ekan ta'zim, bu shundayki payg'ambarga qilibdi ta'zim deydi. Biz sizdek olimga bugun ta'zim qilamiz. Ismat aka, bundan keyingi ishlaringizda yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hech qachon charchamang. Endi men bitta xususiyatlarni aytib qo'yishim kerak. Mana bu yerda ko'pchilik yaxshi xususiyatlarni aytdilar. Bu kishining ajoyib bir xususiyatlari bor. Bu kishi Buxoroy sharifdan bo'lganlari uchun juda ziyoli odam va bu kishi shunaqangi ziyoli va shunaqangi odamki, ostonalaridan kim kirib kelsa hech qachon yaxshiligini ayamaydilar. Lekin albatta keng dargoh bo'lgandan keyin ostonadan har xil odamlar kirib keladi. Agar mabodo bir gohda dakka yeb qo'ygan bo'lsalar ham o'zlarining yaxshiliklari tufayli dakka yegan bo'lishlari kerak bu kishi. Chunki bular shunaqangi ko'ngilchan odam, kim ostonadan kirib kelsa doim yaxshilik qilishga harakat qiladilar. Endi haligi bu yerda rasm bilasiz, nima deydi, rasm tushishimiz kerak. Bir sizga ham choponni kiydirib rasm tushib sovg'a berishimiz kerak.
Mana bu yerda chiroyli yozuvlar bor. Aha. Muhr kursiz. Aha. Mana. Endi buni ham haligi ko'payib ketyapti, vaqtlarni o'zgarsa, hozirgi paytda eng qimmat narsa. Chunki keyingi so'zlarni ana bizda professor Robert Chanyev desa, bu еще из Технического университета Умиров, Черala, Аллахова, Ашрамов, Ашулов, Шафиевич. Пожалуйста, слово вам. Я продолжу. Давайте. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Birinchidan mana shu katta anjuman tashkil qilganlarga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Ismatli akam bilan endi biz hamkasb sifatida, qadrdon sifatida Ismatli akam serqirrab olim. Neft gaz sohasiga mutaxassis tayyorlashdan katta hissa qo'shganlar. O'zbekiston neft gazda mana Robert Chanyev birgalar, ilmiy kengashda a'zolar, seminarda a'zolar. Undan keyin Rossiya davlat neft gaz universiteti bor. Buni filiali nomidan ham tabriklaymiz. Bu sohada ham hamkorligimiz bor. Serqirra olim, bu odam ilmga bel bog'lagan yoshlar borki, boshini silaydilar. Maslahatdan doim tayyorlar. Tan joyingiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Alloh nasib qilgan umrni sermazmun fayzli o'tkazishga nasib qilsin. Sog' salomat bo'ling, tabriklaymiz. Выступлю я потом или выступить можно, да? Дорогие коллеги, доктора наук, я рад, что сегодня мы отмечаем такое мероприятие до 75-летия нашего, можно сказать, учителя. И я рад, что руководство поручило мне от имени руководства, чтобы поздравил я нашего юбиляра. И здесь, в общем-то, Назаров сам, директор наш. Назаров Улугбек Султанович не мог присутствовать, да, но тем не менее он, в общем-то, послал адрес, да, вы потом спокойно прочитаете. Я просто хотел отметить его, так сказать, да, как работоспособного ученого, который является членом нашего научно-технического совета по специальности разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. То есть наш действующий ученый. И если можно, да, в заключение, я небольшой, да, это рассказ академика Капица. Помните такого, да? Он рассказывал как-то. Я почему говорю, да, он, оказывается, физико-математических наук был, да, это когда кандидат. Вот он рассказывает, все доктора наук собрались, да, в Сочи отдыхать. И решили выпить вино. Вот что, купили вино, да, а ножика нету, не могут крышку. И тут проходит, короче, собирает бутылки какой-то бедный человек, наверное, да, и они говорят, есть ножик? А он говорит, нету ножика, говорит. Но я вам сейчас покажу, говорит, как. Взял бутылку, спичку зажег, да, и крышку открыл. Понимаете? То есть наука у нас движется. Даже и потом этот мужик говорит этим нашим академикам, да, физику надо было учить. Поняли? Так что
есть чему поучиться у него, да. Но от нас, конечно, это адрес, да, и давай. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hamkasblar. Men boshqalardan farqim, men hech tashkilotdan emasman. Men bitta olim, bitta respublikamizning katta olimlaridan biri, respublikamiz ilm faniga katta hissa qo'shgan Ismatilla akamni nima deydi? Shaxs sifatida tabriklashga keldim, uka sifatida. Sizga aka uzoq umr, juda ko'p ishlar qilgan deb aytishdi mana akalar. Menimcha sizni qiladigan ishingiz bundan ham ko'p hali oldinda. Shuning uchun sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, oilaviy va ishlaringizga baraka. Sog' bo'ling. Boya 20 bitta deyishuvda adashib ketishdik, o menimcha ko'payib ketdi bu yoqda. Rahmat. Endi bitta oldinroq bo'lish kerak ekan-ku, lekin endi bu so'zlarni tushayotganda sal nima yozibdi. Men bu Ismatillani bitirgan instituti, hozir universitet, Buxoro davlat universiteti professorlari, mana bu yerda professor fizika matematika fanlari Jumay Katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari. Bugun mana bu shunday ajoyib kun ekan. Biz mana Buxorodan bir guruh haligi yoshlar Ismatilla akadan ta'lim olgan, u kishidan maslahatlar olgan shu yoshlar nomidan keldik. Albatta mana shu mexanika instituti bu ajoyib dargoh, bag'ri keng dargoh. Bu to'g'rida ko'p gapirildi. Bizlar ham mana shu 80-yillar edi, o'sha paytda Buxoroga to'planib qolib bir nechta yoshlar nima qilamiz, qanday ilm qilamiz degan paytda shu mexanika institutini bitirib ilmiy ishlar qilib Buxoroga borgan mana shu yerda o'tiribdilar. Safar aka Hojiyev, hozirgi fan doktori, bizlarni maslahatlar berib 4-1 kishini mexanika institutiga yo'llaganlar. Bu haqiqatan ham bag'ri keng dargoh. Mana shu yoshlarning hammasi ham Ismatilla aka boshchilik, ya'ni ilmiy rahbarlik qilmagan bo'lsa ham hammamiz shu kishidan ko'p maslahatlar olganmiz. Shu qanday yordam so'rab kelsak, bu kishi mana shu yerda aytilgandek va hammamizga shu maslahatlar berib turganlar va shuni natijasida hammamiz ilmiy ishlarimizni yoqlab ketgan. Bunday demak to'lqin deymiz. Mana shunday to'lqin Buxorodan bir 3 tami 4 ta bo'ldi o'sha 80-yillardan buyon va shularning natijasida endi Buxoroda hozir Buxoro davlat universitetining o'zida o'ndan ortiq shu Ismatilla akaning maslahatlarini olgan yoki u kishining shogirdliklari, ustozliklarida ilm ishlarini yoqlagan yoshlar, tadqiqotchilar mehnat qilib kelishyapti. Mana shularni inobatga olib, bizni universitetimiz rektori, demak, rektor iqtisodiyot fanlari doktori professor Obidjon Hafizovich Hamidov nomlaridan tabrik noma yo'llangan. Bu yerda albatta mana shu sizning ishlaringiz, mehnatingiz demak e'tirof etilgan holda, shuning bilan birgalikda sizning Buxoro farzandi ekaningiz, Buxoro davlat pedagogika instituti, mana bu yerda ko'p aytildi. Shu hozirgi Buxoro davlat universitetini bitirganingiz faxr bilan tilga olingan va oxirida sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, yurtimizda ilm fan ravnaqi, kadrlar tayyorlash yo'lida qilayotgan ezgu ishlaringizga ulkan rivoj va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin degan tilaklar bildirilgan. Ismatilla aka, sizning ishlaringizga omad. Bundan keyin ham mana shunday rahnamolik, mana shu bag'ri kengligingiz davom etsin. Uzoq umr tilaymiz. Katta rahmat sizlarga.
Yo'q, Qashqadaryo bilan Andijon ham bor domla. Mayli. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Avvalambor Qashqadaryo va Andijondan alangali salom deymiz. Men bugun o'zim bilan birgalikda Qarshi davlat universitetining professori Bobojonov Yo'ldosh aka bilan tashrif buyurganman. Men bir shogird sifatida gapiraman. Hali Sovet yozuvchilaridan birida shunday bir naql bor edi. За все, что хорошее во мне, я благодарен книгам degan bir iborasi bor edi. Menda ham shunday bir falsafa bor. O'zimdagi barcha yaxshi xislatlar uchun men avvalambor dunyoga keltirgan va tarbiya bergan ota-onamdan minnatdorman. Harf o'rgatgan muallimlarimdan minnatdorman va o'z o'rinda bugun mana bugungi ilmda menga ilmda shamchiroq bo'lib, ilm ko'chasiga yetaklab olib kirib, shuni adog'iga yetishda menga kamarbasta bo'lgan, suyanchiq bo'lgan ustozim Ismat akani bugun tavallud ayyomlari ekan. Mana shu Ismat aka meni ilmda ilm ko'chasiga olib kirib, ilmni mashaqqatli kunlarini, mashaqqatli nima deydi, masalalarini yechishda sabr bardosh, ishga nisbatan, berilgan vazifa topshiriqqa nisbatan sadoqatlikni o'rgatgan inson bo'ladilar. Endi Ismat akadan men juda ko'p narsa o'rganganman, faqat men yana bir marta to'xtalib o'tmoqchiman. Mana shu ilmdagi sabr toqatni men domlamdan o'rganman. Shuni bilan birgalikda yana sadoqat. Bu juda muhim bir narsa. Shuning uchun mana bu yerda bir ibora bor ekan. Mana shu so'zlarni eng og'iri oiladagi yuksak ma'naviy muhit va ilmga bo'lgan intilish bo'lajak olimning hayot yo'lini belgilab berdi degan bir jumla bor ekan. Men bugun bir narsaga ham to'xtalmoqchi edim. Domlarning to'ylariga kelish bilan birgalikda yana bir narsaga xursand bo'ldim. У нас есть чем сравнивать degan narsa bor. Biz oldingi mexanikani ham ko'rganmiz. Undagi muhitni ko'rganmiz, o'sha muhitni tarbiyalarini olganmiz. Mana bugungi mexanikani ko'rib, haligi rasmga tushayotgan payti ko'rdimda bir juda xursand bo'lib ketdim. Avvalambor Karim Sultonovich sizga rahbar sifatida rahmat. Bugun yurtboshimizda olib borayotgan o'sha ta'limdagi, ilmdagi islohotlarni mana mevalarini ko'rib turibman. Juda bir ajoyib bir koshonani qad ko'taribsiz. Uni mana bunday olimlar bilan boyitibsiz. Mana Mardonovni ko'ryapman, domlani. Shu institutga keldim deb gapirdilar, xursand bo'ldim, suhbatlarini oldim. Va mana shu yuksak ma'naviy muhitni shakllantiribsiz. Men kabinetlarda birinchi ko'rishim ma'naviyat xonasi degan narsani ilmiy tekshirish institutlarida. Bu oliy ta'limlarda juda ko'p bo'ladi. Va ilmga bo'lgan intilish, ya'niki yoshlarni ko'rdim. Biz o'sha mexanika institutida ishlagan payti barmoq bilan sanoqli yoshlar bor edik. Barmoq bilan sanoqli. Butun institutni yig'ib kelsak. Bugun bitta laboratoriyada kam deganda bir 10-15 bolani ko'rdim. Ish qilib mana shularni boshiga omon bo'linglar. Mana shunday sharoit yaratib bergan sizga rahmat domlar. Mana bugungi mana shu yubileyni tashkil qilishda sizning xizmatingiz juda katta. Shogirdlar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Shuning uchun domla, sizga sog'lik, salomatlik. Biz shogirdlarning boshiga doim omon bo'ling. Men doim xizmatdaman. Hayotdagi nima yutuqqa erishgan bo'lsam, mana shu xalqni bolasini o'qitishdagi butun tajribamni hammasini zaminida sizning mehnatingiz yotibdi. Shuning uchun sizga bugun ta'zim qilaman. Rahmat sizga. Minnatdorman domlar. Va mana bu buni qabul qilasiz. Marhamat. Rahmat, rahmat. Domla bir og'izgina. Ismatilla aka, bugungi to'yingiz bilan chin yurakdan Qarshi davlat universiteti, Qarshi davlat texnika universiteti kollektiv nomidan tabriklaymiz. Bizning hamma tilaklarimiz bu yerda bayon etilgan. Gapimni muxtasar qilib sizni hammaday tabriklayman, chin yurakdan bilaymiz.
Ha. Rasmga olyapsan. Bo'ldi, rahmat Karim aka. Orbaga. Assalomu alaykum. Ustozlar, xo'p. Bugun o'ylanib, mana tadbirni ko'rib, haligi hayron qolib turibman. Mana rasm bekor ochib qo'yganmiz-ku, bu rasm, ana shu mana ko'k Ismatga yonib turgan yigit menman mana. Mana Ismatga topdi qoyil, shu yigit menman mana. Ismatga yonib, shu yigit menman mana. Hozir sochlarim qop-qora ekan, boshqa ekan. Aspiratning paytimdagi rasm sizga katta rahmat. Xo'p. Haligi eslab degan ko'rsatuv bor. Kim ko'rgan bo'lsa, ha, shunaqa ko'rsatuvga o'xshab shu ko'rsatuvni olib kelib, Karim aka shu yerda bir shunaqangi tadbirda ko'rib kelsa bo'lar ekan, o'rgan olsa bo'lar ekan deb qoldim. Undan ham zo'r bo'lib ketdi. Ko'rsatuv bob bir haligi tadbir bo'ldi deb o'ylayman. Ismatilla aka, ko'p narsa esimga tushdi. Hozir ko'p gapirsam, haligi hayajonlanib turibman. Men haligi aniq fan sohani odam bo'lganim uchun, haligi lekin Ismatilla aka to'xtat yozayotganda rosa bir o'ylanib nima yozsam deb qoldim, lekin shunaqa bir narsalar quyilib keldi. Mana bu kitobga ham tushibdi. 81-betdan 84-betgacha men tabrigim bo'libdi. 4 varaqli narsani men yozibman. Ismatilla aka uchun va o'qib olasiz uni. Kitobda ham tushibdi. Endi o'ylaymanki, Ismatilla aka bu haligi oldin maqolani olib kelsak, chizaringizni o'chirardik. Bu o'qib turib, bironta joyiga nuqtasiga o'zgartira olmaysiz. Xudo xolasa, uni aytib bering. Shu darajada, chunki u chin ko'ngildan haligi meni mehrim deydimi, sizga bo'lgan hammasi shunda yozilgan. Mana bu nimada ham yozilgan nimalarim bor. Hozir hayajonlanyapman, bo'lsa hammasini aytmoqchi edim sizlarga. Sizni chin ko'ngildan hurmat qilaman. Doim maslahatimdan kam bo'lganimiz yo'q. Duoyimiz bo'lib yuring, sog' salomat bo'ling. Boshimizga omon bo'ling. Xudo xolasa, niyat qilib turibman. Men hozir to'nga bir kostyum olib kelganman. Kiyas to'y kuyov bola bo'lib, Xudo xolasa 90 yoshingizda to'nab kelaman. 100 yoshda sizga hassab kelaman. Niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa, ashu niyatlarga yetaylik. Farhod akani taniysiz, Farhod akani? Ha, Farhod aka Aliyevni shogirdi, bilamiz, ha. Ondan bizdan. Ha, to'g'ri, billa, ha. Telefonlashtiraman. Bizlarni uchrab. Ya bo'ldi, hozir Toshkentda Farhod aka ham. Bo'ldi. Bu yigitni baxti shundaki, Anvardan har safar aytadilar, Ismat aka bilan meni ikkita domlamiz. Buni 3 ta domlasi bor. Rahmat akam, Ahmadjon akam, Iman. 3 ta domladan chiqqan. Endi keyingi safar akademik bo'laman desa, yana nariyonga qarab Rahmat, Farhod aka salom deng. Rahmat, endi Ismatillani ham bu umuman haligi tiqilmagan universitet qolmagan ekan. Lekin bu endi razatvornik hisoblanadi endi. Bu plyus katta. Toshkent axborot texnologiya universitetidan professorlar Ne'matov Abdug'ani aka, Nazirova Elmira. Tushundinglar? Bu o'zimiz haligi Nazirov Shodmonqulli qizlari mana marhamat. Chunki Toshkent texnologiya universiteti ham bizning ustimizdan ko'pchilik yerda dars beradi. Hozir kelib mana bu yerda malakaliga diplomlarini yoqlashyapti bizda. Marhamat, so'z sizga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun bir ajoyib bir akamiz bor inson, Ismatilla aka. Sizni mana bugungi tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Bolalaringiz baxtiga, kerak bo'lsa atrofdagi barcha ag'aylaringiz nimasiga sog' salomat bo'ling. 80, 90, 100 yoshlarni ko'rib yuring. Yana 80, 90, 100larda ham biz sizni tabriklab shu yerga kelaylik. Biz siz bilan juda ko'p nima qilardik, maslahatlashardik, gaplashardik. Bizga juda o'zining qimmatli nimalarini, maslahatlarini berardi akamiz. Gareniya bo'yicha ham bir 10 yil shug'ullanganim, men ham ozroq guvohiman. Men oldin kelib ikkalamiz ko'p maslahatlashardik. Bir marta aytgan, shu Olmataga borayotganimda shu bitta odam bor. Gareniya bo'ldi, shu yerda ishlaydi, akademik ekan. Shunga borib salom aytasiz ekan. O'sha yerga borganda kirganman, salom aytgan. Bu kishi siz to'g'risida juda bir zo'r, yaxshi nimalarni gapirgan, gaplarni gapirgan. Men o'ylaganmanki, demak akamizning shu faqat O'zbekistonda, balkim
Qozog'istonda boshqa joylarda ham shunaqa bir tan beradi ekan akademiklar bor ekan deb o'zim u vaqt endi bizlar yosh edik, hayron qolganmanda. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling, ishlaringiz omadni bersin, sog' bo'laylik. Yana ikki og'iz bizlar endi komandamiz deymizmi, bizlarning yo'nalishimiz matematik modellashtirish yo'nalishi bo'yicha. Matematik modellashtirish bo'yicha ham o'zingizning maslahatlaringizni, xizmat nimalaringizni berib kelyapsiz. Buning uchun sizga katta tashakkur bildiramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ustoz. Sizni mana bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hozir juda ham chiroyli iliq gaplar bo'ldi. Hammani gapini eshitib, bitta narsaga amin bo'ldim. Sizni ustoziman eng yaqin tanishib boshlashim bu o'sha doktorlik ilmiy ishim asosiy sababchi bo'ldi. Birgalikda maslahatlaringizni ayamasdan opponent bo'lib, ishimni yo'l yo'rig'ini iloji boricha o'sha faqat yaxshi tomonlarga, to'g'ri tomonlarga yo'naltirib amalga oshirganimizdan keyin men oila a'zolaringizni barchasi bilan birga ishlabman. Hozir o'ylab turib shuni nima qilib qoldim, ustozni o'zlari bilan kengashlarda, ilmiy seminarlarda, demak qizlari bilan, keliningiz bilan magistraturada ilmiy rahbarlik qilgan bo'lsak, o'g'lingiz bilan bitta nimada kafedrada ishlaganmi. O'tirib o'ylab, oila a'zolarining barchasi bilan birga ishlagan ekanman dedim. Bu ham bir o'sha ilmiy muhitni shakllantirganingizni, mana ilmiy oilada ilmni o'sha targ'ib qilganingiz va bizni ham xuddi shu shaklda o'rnak olganimiz hozir ko'z oldimda bundoq kartinka bo'lib o'tdi-da, juda ham xursand bo'lib ketdim. Juda ham ko'p yoshlarga ilm yo'lida to'g'ri maslahatlaringizni berdingiz. Ayami siz o'zingizni buni juda ko'p guvohi bo'lganman. Uyga borganimizda, birga ishlaganimizda ustoz hech qachon o'zlarini salomatliklarini ayamaydilar. Bitta ishga shu bitta kirishib ketdilarmi, oxirigacha shuni to'g'rilab berishga, o'zlarini maslahatlarni berishi juda ko'p guvohi bo'lganmiz. Hozirgi kunda ham Toshkent axborot texnologiya universitetini ilmiy seminarlarda, kengashlarda birgalikda faoliyat yuritib kelyapmiz. Demak, men bitta narsani aytaman, ustoz, siz hozirgi yoshlarga, kelajak avlodga juda kerakli kadrsiz. Biz siz bilan hamisha ishlaganimizdan, ishlab kelayotganimizdan faxrlanamiz va xudo xolasa bu yana ham ilmiy uzviy davom etadi degan umiddaman. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Elmira bilan Shohzoda ikkalasini dissertatsiyasi doktorligini qabul qilganman. Rosamandan gap ish. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Boyagi rasmni yana qo'yib yuborasizlarmi? Boyagina. Ha, вот. Mana shu yerda qora bo'lib turgan qizcha men bo'laman. Da. Demak, ustozimizni o'sha yillardan beri yuqori ta'kidlab o'tdilar. Men o'sha yillardan beri tanimizlar, birga ishlaganmiz, maslahatlarini olganmiz. Undan tashqari meni doktorlik ishimda bevosita, demak, opponent, taqrizchilarim bo'lib, to'g'rilab berganlar, ko'rib berganlar. Shu hozirgi kun darajasiga yetishimga asosiy sababchilardan agar yuqoridagi Vosil Qobulovich va hokazo ustozlarimni aytadigan bo'lsak, yana bitta ustozim Ismatilla akam bo'ladilar. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringizning rohatini rohatlarda ko'rib yuring. Sizni 100 yillik yubileylaringizda yoningizda turish ilohim bizlarga nasib qilsin. Ustozlarni ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Domla shogirdlar bilan xudo xolasa. Rahmat. Bu Ismatilla qachon qarasang institutda, Sholiy Sovet, mana Mirziyoyev o'tiribdi, Zashita. O'sha bitta rasmga tushamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Domla yaxshimisiz? Yo'q. Ha, qasd desangiz, o'quvchilar aytadi, mazasi yo'q, uyda o'tiribdi, zoomdan kiradi deydi. Ha, xo'p desak, bu akasi ham boshqa odam ekan-ku. 10 ta institut ishlar ekan. Hamma joyga borib kelib yuraveradi, mexanikaga oxirida keladi. Ha, o'shaga yetib qo'yish kerak, endi hozir eshitmay turgan. Ha.
Ha, rahmat, malades. Endi Ismatilla, endi bu hozir yetdim eshitmadingiz. Qachon qarasa uchinchi sovetda ham yo'qsiz, Zashida sovetda ham yo'qsiz. Akasi juda ko'p institutlarga hissa qo'shar ekansiz. Yana bitta institutga juda katta hissa qo'shib kelasiz, hamkorlik qilib, Toshkent kimyo texnologiya instituti. Mana bu yerda professor Saparov, yana bu yerda professor, yana Umriddin aka, Dalaboyev, Xolayatov, chiqinglar bir-birgadan gapiraverasizlar. Hojiyev Sapar aka. Endi Ismoil ham o'zimizdan chiqqan, o'zingizni Buxorodan yetyapman-ku. Institutning yarmidan ko'pi Buxoromi? To'g'ri. Ha. So'z sizga Ismoil. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Assalomu alaykum Ismatilla aka. Bugungi tug'ilgan kunga kelishimizdan siz 75 yoshga kirganingizni eshitib boshimiz osmonga yetdi. Men endi Ismatilla akani 77-yildan beri bilaman. 77-yil universitet tamomlab shu mexanik institutganimizda birinchi tanishgan odam Ismatilla aka, Xudo rahmat Zoir aka bilan juda paydash qilishganda, endi shularga ishonib she'rga kelib ishlab yurganmiz. Shunda men bir narsani shu esimdan chiqmaydi. Kandaski qilish vaqtim plakatlarni payti qo'li yozib chizish kerak edi. Moskvada yuribman, kelib Ismatilla aka sizdirib ketganman. Ismatilla aka chizib berganlar to'liq. Xuddi shunday doktorskimda ham sizman hammasi Ismatilla aka chizib berganlar. Ismatilla aka juda mehnatkash, hammaga qo'ligacha yordam berganlar. Ismatilla aka meni ilm qilishimda juda katta shu qo'llab-quvvatlab turganlar-da, shu har doim so'radi, nima bo'ldi, shu bilan o'z vaqtida zashtaq ketgan. Ismatilla aka sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu mana bugungi hozir aytgan Mirzo degan gaplariga, Karmagan gaplariga 100% qo'shilaman. Buxoroda ham ilm fanni rivojlanishida juda katta hissa qo'shgansiz. Hozir Buxoro borsangiz ham o'sha universitetda ham shu mexanika yo'nalishi bor, ochilgan. O'sha yerda ham sizning shogirdlaringiz o'sha yo'nalishni boshchilik qilishyapti. Biz hammamiz xursand. Sizdan endi nima deydi, 100 yoshga kirganingizda ham shu tug'ilgan kunlaringizni nishonlaylik. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu kinoyimiz bilan, nabiralaringiz bilan doim o'shalarni nabiralaringiz nima huzurini ko'rib, umringiz uzoq bo'lib yursin. Sizni ko'rib, siz hali o'sha vaqtda o'zgarmagansiz Ismatilla aka. Sog' bo'ling. Shu yosh bo'lib yuring. Mana institutimizni nimani ber, anaqani ber. Institutimizni rektori Botir Shukurlayev tomonidan qo'l qo'yib mana yozilgan nimamiz bor, adres. Buni endi Ismatilla aka o'z o'qib olasiz. Salom aytib yubordilar. U kishi ham mexanik. Sizlar juda yaxshi nima taninglar, bilarlar. Shuning uchun buni nima qilasiz? Endi bitta o'zimiz hammamiz nomimizdan chopon qilganmiz. Yo'q, qani. Молодец. Так. Umriddin aka, so'z sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir a'zolari. Bugun Ismatilla akam to'g'risida ko'p gap bo'ldi. Xulosa qilib, insonning qadriyatlarini o'zida mujassamlangan inson sifatida tasavvur qilish to'g'ri bo'lar ekan. Bizlarda kafedramiz nomidan domla iliq so'zlar sizga yozilgan. Bir bo'sh vaqtingizda qarab qo'yarsiz degan niyatdaman. Umuman siz hayotingiz doim ilmiy salohiyatingiz, shu tajribangiz hammasi turbulent harakatda bo'lgan edi. Sizni lekin yaxshi bir xususiyatingiz shularni laminar holatga keltirib muomala qilishga harakat qilgansiz deb o'ylayman. Xalqdan ham shunaqa. Mana hozirgi so'zga chiqqanlar shu izoh berdiki, har qanaqa turbulent holatda bo'lgan voqealarda ham laminarga keltirib siz uni tekshirgansiz, boshqa qilgansiz, muomala qilgansiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh sizga yaxshi yangi zafarlar e'lon qilgan bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlikda yana birgalikda ko'p vaqt
birga bo'lish Alloh sizga ham nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, tadbir qatnashchilari. Mening Ismatli do'stim haqida ajoyib gaplar, hammasi to'g'ri, hammasiga qo'shilaman, hammasi ishonarli. Bu do'stim haqida juda ham ko'p gaplarni gapirish mumkin. Eng asosiy joyi Leningradga dissertatsiyasini birga eng ulug' ustozlar oldiga ko'tarib borganimizda issiqlik almashuvi, massa teplo massalarini matematik model yordamida yechgan birinchi shodon bo'lgan olimlardan biri. Farhod akaning demak nima deydi, ham sevimli, ham hurmatli ustozlardan biri. O'shalar ham qo'l qo'lib qanday yonish masalasini matematik modelga ko'chirib yechgansizlar deb maqtagan ish. Buning nomzodlik ishini o'sha paytning o'zida nima deydi, hozirgi doktorlik ishlaridan ham kuchli deb hisoblayman. Ismatli do'stim, meni gapiradigan gapim ko'p. Men sizga doimo sog'lik, oilangizda demak tinchlik, nabira chevaralaringiz ham sizni 100 yoshligingizni ko'rsin. Doimo sog' salomat bo'ling do'stim. Men nima deydi, keng bag'rimga qo'shib tabriklayman. degan yevrey bor. Biz ikkalamiz uni 3-qatordagi o'quvchilarimiz. Ha, ko'rinib turibdi. Ana kim? Siz ham adres ushlab turibsiz-ku. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, mehmonlar. Mana men bugun Ismatli akamni Transport universiteti kollektivi rahbariyati nomidan va u yerdagi amaliy mexanika kafedrasi nomidan tabriklash mana mas'uliyat yuklangan ekan. Avvalasi menga begona emas bu institutda, men ham 85-93-yillarda ishlaganman bu institutda. Birga ishlaganmiz. Ismatli aka, siz to'g'ringizda juda yaxshi so'zlar aytildi. Biz hammamiz qo'shilamiz bu gaplarga. Bundan ortiq gapira olmaymiz. Lekin men bir narsani e'tibor qilmoqchiman. Men rasmingizga qarab o'xshatolmayapman-da. Demak, siz hech qachon jiddiy bo'lmagan ekansiz. Doim kulib turgan ekansiz. Siz doim o'sha yaxshilik shunos olim desa ham bo'ladi sizda. Yaxshilik shunos olim ekansiz. Demak, shuni o'zimga kashf qildim. Demak, sizda inson bilan birga ishlaganimga o'zimni baxtiyor his qilaman va o'sha kollektivimizdagi mana bizda Absattorov, professor Absattorov, professor Mirzayevlar nomidan sizni tabriklayman. Bugun ular kela olmadi chunki 5 kun dam olishdan keyin juda institutlarda ish tiqilib ketibdi-da. Hech kim kela olmadi, men eng bekorchisiman ekan. Shuning uchun sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Nevaralaringizni, bolalaringiz rohatini ko'ring. Ilmiy muvaffaqiyatlar. Mana bu yerda rektorimiz nomidan hamma so'zlar yozilgan, qo'l qo'yganlar. Buni ham qo'yamiz. Ha, buni rahmat, rahmat. O, rahmat. Endi yana bitta endi spiska bo'yicha bor. Transport instituti. Universitet hozir, universitet. Rahmat sizlarga. Bizning institutda professor qo'mitasi ham bor-da.
Profsoyuz qo'mitasida kollektivniy dogovor bor. Institut bilan profsoyuzlar orasida. Men endi bu mana bu yubileydan oldin mana kechagina Xitoydan uchib keldi. O'sha profsoyuz qo'mitamiz raisi Hamidilla. Men aytdim, shunaqa yubiley o'tkazamiz desam, bizni deydi, dogovorda deydi 75 yo'q deydi. 60 bor, 70 bor, 80 bor deydi. Bunga deydi, profsoyuz deydi 75 ga pul ajratmaydi deydi. Men aytdim, endi bir narsa qilasan endi, ajratmasa ham bola qilib endi shunda aytdim, yo o'tkazamiz buni, bo'lmaydi bo'lmasa dedik. Mana endi o'zlari mana spesialni Xitoydan mana uchib kelib, Xitoydan bir haligi podarkalarni olib kelgan bo'lsa kerak. So'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Avvalo sizni mana shunday ulug' yubiley yoshi bilan tabriklayman. Nafaqat o'zim nomidan, balki institutimiz kasaba uyushmasi jamoasi nomidan tabriklayman. Barcha ezgu tilaklarni sizga tilab qolaman. Yaxshi gaplar, yaxshi tilaklar bo'ldi, hammasiga qo'shilaman. Institutimiz nomidan kasaba uyushmasidan sovg'amiz bor edi. Ha, bor ekan, ha. 75 ga ham berar ekan, endi o'zgartirasiz. Shunday. Keyin Xitoydan asl Xitoy choyini olib keldim. Davlatlantirib nimani ko'taradi, yana kaka. Rahmat. Rahmat. Endi ustabga qo'shasiz 75 ga. Bo'pti. Endi yana so'z mana bu yerda so'rayapti. O'zimizning institutimizdan chiqqan professor Fayziyev Rabbimjon sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, tadbir ishtirokchilari. Men ham ilmiy faoliyatimni mana shu mexanika institutida 1978-yilda boshlaganman. Shu nazariy jihatdan mana programma tuzish, mexanikaning masalalari va uni qanday qilib yechish yo'llarini birinchi bo'lib o'rgatgan ustozim Ismatilla aka bo'ladilar. Shu keyinchalik taqdir taqozosi bilan hozir Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ishlayapman. Lekin o'sha paytda olgan bilimlarim keyinchalik menga qo'l keldi. Mana Karimovich degan argida kibernetika institutida ishlagan. Shu inson ham menga ma'lumotlar bazasi bilan birga ishlashni o'rgatdilar. Natijada ziyokor avtomatlashtirilgan ta'lim va monitoring tizimi degan bir tizim yaratdik. Shuni orqasidan menga shu yo'nalishda axborot tizimlari va jarayonlaridan professor ilmiy unvonini berishdi. Va bundan keyin ham bir qancha yutuqlarga erishdim. Endi mana shu erishgan yutuqlarimni asl sababchilaridan biri menga kim bitta so'z bitta harf o'rgatgan bo'lsa ham, to'g'ri yo'lda ko'rsatgan bo'lsa ham ustozim deb bilaman. Ismatilla aka meni o'sha ilm yo'ldagi birinchi ustozimdan deb bilaman. Shuning uchun Ismatilla aka sizni mana bu kunga qutlug' kuningiz bilan 75 yoshingiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. Yangi bilan omad, muvaffaqiyatlar, shogirdlar baxtiga sog' salomat bo'ling. Samarali usullari degan mana shu mexanika institutining bir qator olimlari qatorida Ismatilla akani ham e'tirof etganman. Bunga chiqqaniga 15 kun ham bo'lmadi, yangi bitta mana gapga chiqdi. Endi shuni olib kelish. E'tirof etilgan. Ismatilla akani. Chunki bu yerda yaratilgan ko'p narsalar iqtisodiyotga albatta foydasi tegadigan narsalar yaratilgan. Mana o'sha deb aytilgan, masalan, Jumayev bilan qilgan ishlarimiz bor. Rossiyaning bir qanchaliklarni qo'llaganmiz ham, Gruziyada qo'llaganmiz, mana shular to'g'risida yozilgan. Hozirgi kunda ham mana harakat qilyapmiz, shu ishni davom ettiryapmiz. Birga hamkorlikda.
Ismatilla, endi bo'lmasa mamlo qilamiz. Mana bu o'quvchilaringiz. Xo'jayev, Baxtiyor bundan. Baxtiyor so'z sizga bo'lmasa, Baxtiyor. Xo'jayev Samarqanddan gapirmoqchi. Xo'jayorov. Xo'jayorov sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi tadbirda ishtirokchilari, avvalambor men mexanika institutini rahbariyatiga katta rahmat aytmoqchiman. Mana shu tadbirni uyushtirganligi uchun. Albatta xizmat qilgan odamlarni xizmatini e'tirof etish bu ham qarz, ham farz hisoblanadi. Ayniqsa bu ilm fan yo'nalishida salmoqli hissa qo'shgan olimlarimizni mehnatini bir qadrlab turish menimcha juda bir ulug' ish deb turib hisoblayman. Mexanika instituti bizni shtabimiz respublika bo'yicha va mana bu borada mexanika fanini rivojlantirish yo'lida koordinatsiya ishlarini muvofiqlashtirish ishlarini bajarishda bugun mana mexaniklar jamiyati ham tuzildi. Bu jamiyatda ahamiyati juda katta deb turib hisoblayman. Shuning uchun men so'zimni mana shu rahmat aytishdan boshlamoqchi edim. Endi bu yerda bitta narsani aytishimiz kerak. Bu institutda bugungi kunda suyuqlik va gaz mexanikasi bo'yicha laboratoriya faoliyatini anchagina jonlantirdi. Bu laboratoriya shu joriy faizlashdan keyin menimcha men nazarimda anchagina susayib qolgan edi va bir paytlar bu laboratoriya o'zi bir qisqarib ham ketgan edi, qaysidir boshqa nimaga qo'shilib ketgan edi. Va bugungi kunda mana bu laboratoriya tiklanib turib, Ismatilla Qo'shayevich mana shu laboratoriyada Zafarjon Mamatqulovich yonida turib, mana shu laboratoriyaning faoliyatini jonlantirib, rivojlantirishyapti. Buni ham bir e'tirof qilib aytishimiz kerak bo'ladi. Endi mana Ismatilla Qo'shayevich to'g'risida yuqorida aytildi. Bu avvalambor bir ishini mana bu gazlarning yonishi nazariyasi bo'yicha ishlarini boshlagan. Bu juda bir murakkab soha deb turib hisoblayman. Mana masalan o'sha akademik Zildovich va kompaniyaslarda teoriya горения degan darslardan keyingi rivojlantirilgan ishlar toifasiga kiradi. Bu juda bir og'ir soha edi. Bu sohada o'sha paytlarda men mexanika institutida ishlagan mana Farhodjon aka keyinchalik Andijonga ketib qoldilar. Zoir aka Jumayev bu sohada ishlaganlar. Mana Ismatilla Qo'shayevich ham o'sha sohadan chiqqan kishi, o'sha sohadan chiqqan mutaxassis sifatida biz bilamiz. Mirziyoyev aka yuqorida bir ajoyib bir gapni gapirdilarda, bu Ismatilla Qo'shayevichni chumoliga taqqosladilar. Mana shu fikrga to'lig'icha qo'shilaman. Bu Ismatilla Qo'shayevich haqiqiy chumoli. Ninachi emas, ninachi emas. Uchun Ismatilla Qo'shayevichni doktorlik ishiga men opponent bo'lganman. Bu lekin Ismatilla Qo'shayevich har zamonda meni urushib so'kib ham turadi. Bu haliga meni opponent bo'lganligim izdan chiqib ketgan shekilli. Qarasam opponentni so'kib ham bo'ladi. Men o'zi opponentni urushib ham bo'ladi. Men o'zi Ismatilla Qo'shayevich Ismatilla Qo'shayevich bilan men tengdoshman. Bir yilda tug'ilganmiz. Keyin shu men Samarqand viloyatida Payariq tumanida, ilgari Chelak tumani deyishardi. Bir Chelak tumani ajralib keyin yana qo'shilib ketdi. Al-Bahoriy qishlog'ida tug'ilib katta bo'lganman. Va Ismatilla Qo'shayevichga doim aytiramanki, Buxoroy Sharifdan chiqqan mana shunday bir ulug' inson bizni qishlog'imizga kelib turib, xoki qolganligidan bizni qishlog'imiz butun dunyoga bugun mashhur bo'lib turibdi. Shuning uchun Buxoroy Sharifga bizni hurmatimiz, e'tiborimiz nihoyatda katta deb turib gapirib turaman. Bu Ismatilla Qo'shayevichni men xuddi o'zimni eshonimdek hurmat qilaman deb turib Ismatilla Qo'shayevichga aytib turaman. Men endi Ismatilla Qo'shayevichni oldida o'zimni bir murod deb turib hisoblayman. Endi bu Ismatilla Qo'shayevich eshonlikni ham biz balki murodlikni ham ko'p eplamayapmiz shekilli. Shuning uchun Ismatilla Qo'shayevichni men juda qattiq hurmat qilaman. Nima uchun? Birinchi navbatda Ismatilla Qo'shayevich bu yirik olim. O'zini xizmatlari bilan, o'zini chop qilgan ishlari bilan, yetishtirgan kadrlari bilan bu ilm fanga salmoqli hissa qo'shgan olim sifatida bilaman. Ikkinchidan, bu shogirdlariga bir mehribon ustoz.
Uchinchidan bu odam nihoyatda bir latif odam. Latif odam. Biron bir joyda bir hatto bir gapirib turib bir ovozini sal ko'targanini men umuman hech eslolmayman. Endi Ismatilla Ko'shayevga men sog'lik salomatlik tilayman. Ilmiy shijoati so'nmasin. Har zamonda men telefon qilsam, bitta ukol oldim, o'qildim, bu qildim deb turadi. O'sha gaplarini gapirmasin bundan keyin. Keyin mexanika fanimizga doimo xizmat qilib charchamasdan yursin. Men bugun hozir mana onlayn tabriklayapman, lekin kuni erta men Toshkent shahriga boraman. Ismatilla Ko'shayevni o'zi bilan uchrashib, yana alohida o'zini tabriklayman. Shuning uchun yana bir bor men Ismatilla Ko'shayevga sog'lik salomatlik tilayman va bugungi tadbir tashkilotchilariga yana bir bor o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat Baxtiyor katta, rahmat. Endi mamdoq qilamiz. Endi Yunus mexanika mehmonlarga hammasiga navbatlarni berib, bizda ham bu yerda mana 10 ta laboratoriya bor. Laboratoriya mudirlari bor, hammasi doktor, nauk professorlar. Bular endi hammasi aytayaptiki, biz endi mamdoq, biz endi xo'p deb turamiz. Endi sizlar hozir bitta taklif bor, shu bilan menimcha boshqa qolmadi. Laboratoriya mudirlarini, mexanika institutini, mehmonlarni hammasini mana shu yerda rasmga tushamizmi yo pastga tushamizmi? Mana shu yerda sig'adimi? Mana shu yerda bo'lmasa zal lablar hamma chiqsin. Mexanika institutiniki mana bu yerda rasmga tushamiz. Shundan Ismatillani tabriklab, hali qurug'ini beradiganlar berib qo'yarasiz. Oilalarida, ya'ni aka ukalarni barchasi pedagog. Bitta oiladan ikkita doktor chiqqan. Alloh rahmat qilsin, otam mana shu oilaga qarab havas qilib, o'g'lim sen ham olim bo'lasanmi degandilar. Bu insonni uyiga kirib chiqqan odam kamida PhD bo'lar ekanda. Rahmat. Borsalaringiz boshimiz osmonga yetadi. Shofirkon, ya'ni Revgari nima deymiz? Yurti ilm ziyoga qaratilgan. Mana mevasi ko'plab shogirdlaringiz bardavom bo'lsin. Eng yosh hozirgi kundagi Olmaliq davlat texnika instituti nomidan rahbariyatimiz yetib kelolmadi, shogirdlar yetib kelibdi. Qolganini kechgacha nima deydi, yetkazamiz. Xudo xolasa. Botirjon yetkazamiz. Rahmat. Xo'p. Rahmat ustozlar. Mexanika institutidan tabriklamoqchi bo'lganlar chiqinglar. deb